Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana biz sizlar ko'rib turgan nok 5 yillik nok. Mana shu nok. Mana bu nok birinchi dastlab 3 litrli bo'lib tarbiya qilish boshlangan, lekin noto'g'ri kesilish natijasida keyin bu yerda mana liderlar ko'payib ketgan mana. Liderlar. Mana bitta lider, bu liderga xalaqit berayotgan yana bitta mana bog'da lider paydo bo'lyapti. Mana bu yerda lider paydo bo'lyapti. Mana yerda bor mana. O tepalarida bor, ko'rsangiz. Mana va bu yerda encha shoxni olish kerak bo'lgan holatlar bor. Bu yerda hosil olish kerakda, ya'ni shox olmaslik kerak bu yerda. Shuning uchun biz mana bu yerda bitta liderni tanlab olamiz. Nima uchun liderni tanlaymiz? Juda ko'p videolarda biz ko'ryapmiz. Odatda kosacha usulda qilinyapti. Kosacha usulda kesilyapti. O'rtadagi lider olib tashlanyapti, chekkadan demak 4 ta, 5 ta, 6 ta qilib ketyapti. Mana bunday ketib demak tarbiya qilinyapti buni. Endi bizda mana atrofimizga, mana shu atrofimizga qarasak, atrofimizda mana taxminan soat 9 da quyosh tushadi bu nokka. Soat 3 larga borib quyosh botib ketadi. Bu holatda kosacha usulda kesish maqsadga muvofiq emas. Keyin hovli ham biroz tor. Daraxtlar bu yerda ko'p. Shuning uchun nima qilamiz? Mana bu liderni olib qolamiz. Liderni olib qolish uchun liderga xalaqit beradigan shoxlarni olamiz. Mana birinchisi mana bu shox. Bu liderga xalaqit beryapti. Buni olib tashlaymiz. Xalaqit berayotganligi uchun. Mana oldik. Liderga xalaqit beryapti. Mana bu ham mana asosiy liderga xalaqit beryapti. Mana bu ham ketdi mana. Tepada ham bor mana. Mana bu yerda. Kerak emas bu lider ham mana. Mana bu ham liderga xalaqit beryapti mana. Keragi yo'q. Mana bu ham mana xalaqit beryapti mana. Kerak emas bizga. Mana bu ham mana xalaqit beryapti. Kerak emas. Mana shu lider mana qoldi asosiy. Qoldi. Agar keyinchalik agar imkon bo'lsa, agar shuni taqozo qilsa, bu liderni olib tashlashimiz mumkin. Endi bu yerda ichiga o'sgan shoxlarni olishimiz kerak. Mana bu e'tibor beramiz, mana birinchi mana ichiga o'sgan shox. Bitta, mana ichiga o'sgan shox. Mana yana bitta ichiga o'sgan shox. Hop, yana olamiz ichiga. Mana bu ham mana ichiga o'sgan shox, mana bu ham mana. Mana buni men ham olib turamiz. Olib turamiz. Hop. İçiga o'sgan shoxlar umuman bizga kerak emas. Keragi yo'q ichiga o'sgan shoxlardan. Kerak emas. Bunda meva borga o'xshayapti. Hop. Mana bu ham mana ichiga o'sgan. Tashlaymiz buni. Oldik. Mana bu yerda yana mana ichiga o'sgan shoxlarni olyapmiz. Hop. Mana bunda uchini ko'rib qo'yamiz. Hop. 1 yillik novda meva bor. Lekin mana bu bundan yaxshi bo'lganligi uchun mana bu novdani qo'yamiz mana. Buni novdani qo'yamiz. Mana bu ichiga o'sgan, bu ham kerak emas bizga. Mana buni ham olib tashlaymiz. Bu ham bizga kerak emas. Endi mana bu lider bilan buni orasidagi masofani qarang. Mana bir qarach ham chiqmaydi. Xalaqit beryapti. Buni machadan olamiz mana. Liderga xalaqit bermasligi kerak. Hop. Mana buni ham olamiz mana. Hop. Endi sekin atrofdan bir qarab olamiz, yana bir atrofdan bir aylanib ko'rib olamiz. Hop. Yana qaysini olishimiz mumkin? Mana bu yerda bor ekan mana. Mana bu yerda mana. Mana buni olamiz mana. Ochildi bu yer mana. Hop. Mana buni olamiz mana bu yerdan mana. Mana bu novdani qo'yamiz. Mana bo'ldi. Orasi masofasi yaxshi. Hop.
zahar sepilganda zahar tushadi. Mana bu kerak emas bizga. Mana bu ham mana bu ichiga o'sgan shox olib tashlaymiz. Ichiga o'sgan shox novdalarni olamiz, bizga kerak emas. Hop, yaxshi. Mana bo'ldi mana. Hop, endi yana bir ko'rib qo'yamiz. Qarab qo'yamiz. Hop, mana buni tagini olib qo'yamiz. Hop, bo'ldi. Endi mana bu novdaga e'tibor beramiz. Mana bu novda, mana e'tibor bersak, taxminan mana 70 cm atrofida o'sgan. Uchidan biroz olib qo'yamiz. Bizga mana shu 70 cm o'sgan novda kerak. Bu yildan keyin bu yerda hosil bo'ladi. Bu yildan keyin ketishi ham mumkin bu. Chunki agar mana bu novda yaxshi ketsa, bundan ikkalasidan bittasi ketadi. Chunki ketma-ket bo'lib qolyapti-da bu. Ketma-ket. Keling, mana shuni olib tashlaymiz. Olib tashladik. Mana shuni tarbiya qilamiz. Mana shu tarbiya qilinadi. Meshidan novdalar chiqadi. Endi mana buni ko'ramiz. Mana. Asosiy demak, o'tgan yilgi 1 yillik novda 80 cm kesib turib, mana olib tashlaymiz buni. Hop. Mana bu uchidan bizga qalamchidaqa novda qolsa bo'ldi. Hop. Mana buni 70 cm olib qo'yamiz. Hop. Mana buni uzunroq o'sgan. Ozgina uzun qo'yamiz. Chunki uzun qo'ymasak, novdalar bo'y cho'zib ketib qoladi-da. Bo'y cho'zib ketib qolsa, mevaga yotmaydi-da. Bo'ldi. Mevaga yotmaydi-da. Endi iloji boricha mana bunday yonboshlaganlarni qo'yish kerak. Mana bu mevaga yotadi mana bu. Mana bu ham mevaga yotadi mana. Mana bu mevaga yotadi mana. 1, 2, 3 ta mevaga yotyapti. Mana bu ichiga o'sgan, bu kerak emas bizga. Mana bu 4 ta mevaga yotyapti. Mana bu 5-inchisi. 5-inchi. Mana bu 6 ta mevaga yotyapti. 6 ta. Mana bu 7 ta mana. 7 ta. Bu yerda egiladi, mana bu yerga tegib qoladi. Mana bu 8 ta. 9 ta. Mana bu yerda 10 ta. Mana bu yerda 10 bitta bor. 10 bitta. Bo'ldi mana. Endi mana shu uchida qoldi. Uchidan taxminan 2,5 metr mo'ljallab turib, shu yerda 50 cm bo'lsa, taxminan 2,5 250 qilib turib, shunda tevasidan shunday kallahlab kesib qo'ysak bo'ldi. Demak, mana shu nokimiz mana bo'ldi. Bizga hech qanday demak muammo tug'dirmaydi bu yildan keyin. Endi keyingi kesishimiz taxminan iyun oylarida bo'ladi. Ko'k kesish bo'ladi, zeleniy обрезка deyiladi. Mana e'tibor bersak, mana 3 qismi qoldi. 3 qismidan kesib qo'yamiz. 4 ta shox chiqib turibdi. Ana shu yerdan shunday kesib kallahlab tashlaymiz. Mana bu liderga xalaqit berayotganimda olib qo'yamiz. Shu bilan